Hurmatli ota-onalar, 500 ming 1 million so'm pul berib bolangizni repetitorga berasiz va repetitor ustoz aytadi: "Agar bolangiz o'qimasa, jazolayman" deydi. Jazolang, men unga pul beryapman deydi. Yaxshi, lekin maktabda xuddi o'sha repetitor tekinga dars bersa, bolangizga tanbeh berib ozgina gazini bersa, yillar davomida ota-onalar majlisida ko'rinish bermagan ota-ona birdan paydo bo'ladi. Siz nima uchun meni bolamga qo'pollik qildingiz? Siz nima uchun uni urishdingiz? Nega shaxsiyatiga tegdingiz? Meni bolamni chiroyli, qo'pollik qilmasdan, shaxsiyatiga tegmasdan o'qiting deb shart qo'yasiz. Hurmatli ota-ona, sizning farzandingiz insoniyat olamidan chiqib bo'lgan boshqa olamda yashayapti. Siz uni insoniyat olamiga qaytarib, ustozga tarbiyali va intizomli qilib bering. U o'shanda uni o'qitadi. Ustoz sizni haligi ilmini qo'yib, sizni bolangizning intizomi va tarbiyasi bilan shug'ullanmaydi. 500 ming, 1 millionlab pul berasiz, ursangiz ham mayli roziman deysiz. Ha, berarda chiqar jonimmi? Pul ketsin, lekin u o'qisin. Tekin bo'lsin, unga chiroyli muomala qilsin. Bitta taklif beraymi? Mana shunaqa o'zidan ketib qolgan, o'zini olamida yuradigan shunaqa hali qitmirchalarni pullik qilib qo'ysin, darsga kech qolib, qo'pollik qilib, ustozni izzat nafsini oyoq osti qilgani uchun pullik qilib qo'ysin shularga o'qishni. Siz 3 marta ogohlantirildingiz, endi buyog'iga pul to'lab o'qiysiz deb ko'ring-da. Ko'rasiz nima ahvol bo'ladi. Fikrlaringizni kommentariyada kutaman, jangchilar.